Assalomu alaykum Jahon Mebel obunachilari. Sizlarga yana Jahon Mebel noodatiy bo'lgan komplektlarni ko'rsatishda davom etadi. Bugungi obzorimizda materiallarimiz Krashinni MDF 96-joydan Ikrom aka, assalomu alaykum Keling, aka. alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi, ishlayapsizlarmi aka? Charchamayapman. Aka, bu ochiq svet ekan. Juda ko'pchiligimiz bizga Krashinni MDFlarimizdan ko'rsating degani uchun kelyapmiz aka. Bu Yaxshi. spalnilarimiz, matraslari qanaqa aka? Matraslari ikki tomonlama matras, razmerlari 1.70 ga 220, 3 yil garantiyali, garantiyning talonlari bor. Bunimiz mexanizmli. Taylarda mana mexanizmlari bor. Polni boltgalarda yig'ilgan, xudo xolasa ichlari ko'rinmaydigan joyigacha kromkalari stanovda bosilgan. Spanligimiz tagida podsvetkalari ham bor ekan. Podsvetkalari bor, alohida o'chib yonaveradi hamma svetlari. Podsvetkalari bor. Buni aka, bozordan razmerlarimiz jinday kattaroq ekan, bosh tomonimiz o'rnashadigan joy necha joyga tushadi aka? Bosh tomonimizni ikki chekasiga dovur 280. 280. Bo'yi 1.70. Yerdan bo'yi 1.70. 70, ha. Trimolarimiz ham Polni machalka, mo'yshi, anaqa materiallardan, xudo xolasa. Materiallari ham mo'yshi, yuvib ishlanaveradi. Endi xaladonlari. Polni davchi mexanizm ekan aka. Ha, o'zi tortaveradi. Yana qo'shimcha bu yerda taqinchoq solganiga tortmalari bor. Ichiga polkasiga dovur solingan. Shkafimiz razmerlari qanaqa? Shkafimiz razmerlari 255 ga uzunligi, bo'yi 215, ichini chuqurligi 65. 65 sm. Vishilkalari bemalol turaveradi. Uning ichida anaqa ro'molcha, bu narsalar solgani. Ishimiladi ham. Suv shulkasi ham bor. Shulkasi bor. Osha-moshalari ham mana 5 tadan qo'yilgan, xudo xolasa. Bu ham davchi mexanizm. Ikki chekasi endi polkalari bor. Polka. İçini chuqurligi 55 sm. 55 sm. Bu yoq endi mana ayollar uzun ko'ynaklariga. Bitta polka, bitta vishilka muskoy, bitta polka, bitta vishilka jenskiy. Shunaqa. Shunaqa. Xo'p, aka, buni rasvetkalarimizdan bor, misol oq tonniga boshqacharoq. Bor, mana bu asalari dizayni mana shu bo'lgan. Endi buni yangilik qilib o'zimiz o'zgartirganmiz. Bunisi ham o'zgacha ekan. Bu turetskiy fason bo'ladi. Turetskiy forma, Birga bir rangida farq qiladi. Yaxshi ishlangan.